O'zbekistonda prava va nomer talab qilinmaydigan skuterni bugun sizlar bilan obzor qilib beramiz. Bu skuterimizni maksimal tezligi 25 km/s bo'ladi. Bitta to'liq quvvat bilan 40-50 km masofani to'liq bosib o'tadi. Ходовой sistemasida, ya'ni orqada 4 ta amortizator va oldi qismida 2 ta amortizator bilan jihozlangan. Signali bor. Qo'shimchasiga bunaqa yopinchiq beriladi. Pultda ham harakatlantirsangiz bo'ladi, pultni o'rtatsangiz bo'ladi bunda. Multimediasi bor bu joyda, bemalol Bluetoothga ulatsangiz bo'ladi. 3 ta skorosti, ya'ni bitta, ikkita, 3 ta skorostli bo'ladi. Pоворotnigi bor va elektron tablo bilan jihozlangan. Tablosini bitta ko'rsating. Elektron tablo bilan jihozlangan. Bu joyda pоворotnigi bokovoylari orqada, bunda orqada birga harakatlanish uchun sherik, ya'ni agar dastavkada ishlaydigan bo'lsangiz, dastavkaga bemalol o'sha Yandexda yoki Uzumda bunga joylab olib dastavka qilsangiz ham bo'ladi. Hech qanaqa sizdan prava ham, nomer ham talab qilinmaydi. Ko'p qavatli uyda yashasangiz, agar siz dastavka qilsangiz, istagan paytda buni akkumulyatorni olib, uyda zaryad qilib, yana qo'yib ketsangiz bo'ladi. Ya'ni kamiga ko'pchilik ikkita qilib oladi bu akkumulyatorda. Bir kunda bemalol to'liq yetadi shunda. Buni zaryadga qo'yib qo'yasiz, chiqib ketganingiz ishga, buni qo'yib zaryad to'lganini almashtirib, yana uzluksiz ishlasangiz bo'ladi. Ya'ni bu skuterimiz dastavkachilar uchun juda ham qulay. Agar mabodo velosipedimizni zaryad tugab yo'lda qolib ketadigan bo'lsangiz, bunaqa pedali bor. Pedalni istagan paytda qotirib, uygacha yetib olsangiz bo'ladi. Ya'ni ko'chada qolib ketmaysiz bu skuter bilan. Do'stlar, agar sizlarga yana qanaqadir texnikalarni obzor juda ham qiziq bo'ladigan bo'lsa, skuter, motobayk yoki elektrobayklarni kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Sizlar uchun alohida chiroyli qilib obzor qilib beramiz. Agar biz videolarimizga like, podpiska bosib, kommentariyada o'z fikringizni qoldirib ketsangiz, biz uchun bu juda ham katta motivatsiya bo'ladi va biz yana ham ko'proq obzorlarni chiqarishda davom ettiramiz. Shuning uchun sizlardan like, podpiska, kommentariyani biz kutib qolamiz.